Kabe'ni muhabbeti shunchalikmi? Habibimni muhabbeti shunchalikmi ya Rob? Har gal sendan so'rayman, Habibimni tushimda ko'rsat. Rasulimni bir ko'ray ya Robbim. Hidi shunchalik go'zal bo'lsa o'zlari qanday ekanlar ya Rob? Rasululloh alayhissalom meni tushimda yuzlarini ko'rmadim. Lekin ko'rmasam ham yaxshi ko'raman ya Robbim. Ya Rob, bu gal Habibim alayhissalom haqida hech narsa bilmasdan keldim huzuringga. Va'da beraman, yanagi safar Rasulullohni tanib boraman. Yanagi safar Ka'bangni haqida ma'lumotlarni bilib, senga munosib bo'lib borishga harakat qilaman ya Robbim. Ya Robbil alamin, qanday muqaddas joylari deya shanqasam zamzam ichardim. Beixtiyor Ka'bani ushlashlik uchun yurdim-u, yuragim shu daraja tez uryapti ya Robbim. Ya Robbim, Ka'bangni ushlatding-a? Ka'bangni muqaddas joylarini ishlatishlikni bizlarga nasib qildirding-a ya Rob.